Assalomu alaykum. Komodo pomidorlarimiz bu oxirgi hosillari 520 gram, 500 gramdan bo'lyapti. Sizlarga hozir eng oxirgi hosillardan yana ko'rsataman. Assalomu alaykum. Mana yetib keldik. Mana o'sha oxirida, ya'ni ikkita hosil qolgan xolos. Ya'ni bir xillarda bittadan hosil qolgan. Mana o'sha hosildorligimizda mana shu pomidorni tortamiz. Mana shu holat noto'g'ri changlatishdan даже bizlarda ham bo'ladi bunaqa holatlar. Hozir taroziga qo'yamiz. Bunday holat pomidorlar juda ham ko'p. Har kuni uzganimizda, ya'ni o'sha 10 sotik teplitsadan kamida 2 karobga chiqadi. Eng oxirgi hosillardan. Mana bu joylarda ham bor. Bunaqa katta, o'ta katta bo'lib ketgan. Yaxshi boqqan bu pomidorimizni mana. Bittadan, ya'ni 4 ta 5 tadan bittadan shunaqa rilamiz bor mana. Mana 8 gram 700 gram chiqadi. Ya'ni bizga tonna berganda pomidorimiz tonna hosil berganda bu yerda o'sha tonna olganingizda, ya'ni bular katta rol o'ynaydi. Mana oxirgi hosil, mana ikkita hosil qolgan xolos, qolgani sotib tugatilgan. Mana shu orqasidagi shunaqa katta, ya'ni bittadan 3 ta 4 ta hosilda bittadan bor. Mana yonida cheres bu. Mana buni ko'rsatdim. Mana sizlarga ikki muxlislarimiz. Mana bitta, ya'ni bunda yo'q, lekin mana bunda o'sha pomidorda bor mana. Bunda ham daji bitta bor. Yarim kiloli. Yana 3 ta 4 ta da yo'q. Shunaqangi holat. Mana bunda oxirgi hosildagi holatimiz. Men buni o'sha nimaga blogerimizga jo'natib yuborishga qaror qildim. Shtobi ko'rsin. Mana qarang. Bu dayi mushtumdan katta hisoblanadi mana. Shunday hosildorliklarimiz shunday bo'ldi. Xudoga shukr. Mana ko'rsataman desam ko'p. Mana bitta. Mana yerda yana bitta bor mana. Ya'ni bitta hosildan, ya'ni yarim kilodan bittadan bor. Bu degani bitta hosilimiz 1 kilodan oshiq degani mana. Mana shu holat. Mana shu katta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Taroziga qo'yish isdan chiqibdi. Mana o'sha sporka pomidorimiz 720 gram. O'rtacha hisobda 700 gram, 600 gram bo'lsa ham. Bunday pomidorlarimiz oxirgi hosilda hali serob. Mana hali bu yoqda, bu joyda hali qizarmagan pomidorimiz ham bor. Mana shunaqangi hosildorligi katta bo'lib ketgan. Ya'ni bunda nimalar ko'p. Lekin dangasa pomidorlarimiz ham bor mana. Ishqimas, ish yoqmas dangasa pomidorlar bular.